Hammaga salom. Sizlar bilan Ezer Uz kanali. Bugun sizlar bilan bizni screen qilishni o'rganamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga ham like bosib qo'yinglar. Xo'p, birinchi nima? Usul. Parent screen. Bosdik. Bu endi qattiq tushadi. Telegramga kirasizlar. Izbiriniga ham nimadir kirasizlar. Ctrl и V ni bosasizlar. Kalasini bosganingizda o'zi o'sha skrininglar chiqadi. Endi menga yoqadigan usullardan bittasi Windows Shift oddiy o'zbekchasini bosasizlar. Mana shunaqa paydo bo'ladi. Misol uchun bizga nima kerak? Endi shuni screen bo'ldi. Bu o'ziga kerakli miqdordagi screen deyiladi. Xo'p, buni ham o'sha Ctrl и V ni bosib topasizlar Telegramga kirib. Faqat notebookdan bu. Notebooklar uchun. Tak, endi bittanisini o'rgatmoqchiman, bu screen emas, lekin sizlar kerak narsa. Hop, birinchisi qanaqa? Hop, aytayotganim. Windows и Shift и ona bosasizlar, uchalasini bittada bosamiz. Tushunmadim. Cho'ta. Voy, adashib ketdim. Ctrl и Windows и O edi, adashib ketdim. Screen boshqa screen bilan botdi. Misol uchun klaviaturinglarni ishlamayapti, ishlamayapti, BS harflar ishlamayapti. Ctrl bilan Windows ishlayapti. Ishlayapti. Lekin klaviatura ishlamayapti. Hammasi emas, endi bir xil harflar ishlamayapti. Xuddi shu Ctrl и Windows и ona bossanglar, mana shu klaviatura paydo bo'ladi. Mishkada yozib o'tiraverasizlar. Bu oldingi videomda ham o'rgatganman, yana bitta o'rgatib ketaman. Xo'p. Hammaga rahmat. Video zo'r chiqdimi? O'shanisini yozib qoldiringlar. Keyin videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.